Assalomu alaykum do'stlar. Hozir mana videoni ko'rdingiz. Bugun sizlarga mana shunaqa videolarni, trenddagi videolarni qanday tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Video tayyorlash uchun kerak bo'ladigan barcha promptlarni videoni ostida qoldiraman. Demak, biz oldin rasmlarimizni eski variantda yaratib olishimiz kerak. Buning uchun internetdan biror bir eski zamondagi rasmlardan bir ikkitasini olamizda Nano Bananaga kiramiz. Nano Bananani siz xohlagan bir uslubda ishlatishingiz mumkin. Xohlasangiz Gemini orqali, xohlasangiz Flow orqali, xohlasangiz boshqa bir o'rtakash programmalar orqali ishlatishingiz mumkin. Buning farqi yo'q. Demak, Nano Bananaga kiramiz va rasmimizni yuklab, bu yerga mana shu promptni tashlaymiz. Mana rasmni ko'rib turgan bo'lsangiz, SSR davridagi mana shunaqa avtomobil. Buni sun'iy intellektga tashlab turib, ushbu promptni yozamiz. Bu yerda agar promptni o'qib chiqadigan bo'lsangiz, bizani rasmimiz nimadan tashkil topganiga qarab turib, atrof muhitni, rasmni joylashgan holatini shunga yarasha qilib yaratib beradi. Ya'ni agar bizani rasmimizda mashina bo'ladigan bo'lsa, atrof muhit o'sha mashinaga bog'liq mavzularda, mashina ehtiyot qismlariga bog'liq mavzularda yaratiladi. Demak, mana rasmimiz mana shunaqa qorong'i yerto'lada fonar tushib turgan holatda yaratib beriladi. Shunday qilib, mana shu prompt bilan barcha rasmlaringizni eski variantda yaratib olasiz. Keyin rasmlarni jonlantirish uchun Grok saytiga kiramiz. Grok AIga kirib, yaratgan rasmimizni biriktiramiz va ikkinchi promptni bu yerga tashlaymiz. Ikkinchi promptda bu o'sha odamni harakatlanishi, fonarni tushishi va yerto'ladagi havo changni tasvirlab beradi. Jo'natishga beramiz va biroz kutamiz. Mana videomiz tayyor bo'ldi. Ko'radigan bo'lsak, mana odam eski yerto'ladagi narsalar orasida yuribdi. Boya aytganimda e'tibor qilgan bo'lsangiz, mana avtomashina va uni yonida qandaydir farlar, simlar, mashinaga bog'liq bo'lgan narsalar sochilib yotibdi. Endi barcha videolarimizni CapCutga olamiz. Men bu yerda hozir 3 ta video yaratdim, 3 ta rasmga. Bularni ketma-ketlikda joylab, orqa foniga biror bir melanxolishniy sekin musiqa qo'yiladi. Buni siz sun'iy intellektda yaratib ham olishingiz mumkin. Mana shunaqa qilib joylashtirdim. Mana ko'rib turganingizdek avtomashina va keyin fotoapparat. Fotoapparatni qarasangiz, o'sha fotostudiyaga taalluqli narsalar atrofida, mana changni fonar nurida ko'rinishi va oxirgi rasmda mana bu ham studiyaga bog'liq, orqada shtativ, simlar, qandaydir gazetalar. Mana shunday qilib sun'iy intellektda shunaqa videolarni yaratishingiz mumkin. Bu sizlarga qisqacha bir video darslik edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.